bir qiz bilan gaplashdi, efirda tabrikini aytdi, jonli efirda. Qaysi qo'shiq eshitamiz dedi. Palon ijrochi dedi. Og'zidan chiqishi bilan haligi qo'shiqning muzikasi paydo bo'ldi efirda. Biz shokda, qanaqasiga bunaqa tez topish mumkin, qanaqa texnika bor. Oddiy arifmetikani o'shanda tushunmasdik-da. Oddiy. Mana siz hozir bilasiz nima qanaqa qilinishi? Ha, конечно, orada poisk topiladi. Yo'q, qanday qilib? Mana deylik efirda siz bilan gaplashib turibmiz. Siz mendan deylik Brian Adams'ni Please Forgive Me'ni qo'yib bering dedingiz. Yo'q, u emas, undan ham oddiysi bor. Undan ham tushunadimi искусственный? Mana bir qo'shiq ketyapti. O'sha qo'shiq ketayotgan paytida u qo'ng'iroqni qabul qiladi efirdan tashqarida. Hali qo'shiq tugamadi. Masalan, Lena, Irina kimdir qildi telefon. U bilan u tabrikim bor dedi. Bu birinchi beradigan savoli qaysi qo'shiq eshitamiz deydi. Brian Adams Please Forgive Me sekundu deydi. U topib o'qlaydi. Hali ani qo'shiq tugamadi. 2 minuti bor tugashiga. Bo'ldi dedi, Brian Adamsni qo'yib qo'ydim. Tayyor turibdi deydi Irinaga. Bo'ldi deydi. U ham shu deydi. Mana shu qo'shiq kerak. Ani qo'shiq tugayotganda bu chiqadi. Biz yana efirdamiz. Keyingi tinglovchimiz Irina, xayrli kech. Yo'q. Tabrikini yo'llaydi. Qaysi qo'shiq eshitamiz? Brian Adams chik ketib bosadi. Qanaqa oddiy. Shunga miya kelmasdi.